bitta konkurentimiz chiqib qoldi Uzumdan. Mana shunga o'xshash divanlarni qilar ekan. Birinchi qaradim, chota yoqmadi. Vizual yoqmadi, mayli, qilaversin dedimda. Keyin spokойно ishlayapmiz. Qarasam, уже bilan savdosi ketyapti. Chuf sotishyapti. Deb qoldim, srazu bittadan zakaz qilib tekshirib olish uchun. Nimadan qilishyapti bular shunchalik? Olib keldim, sochdim, matos yoqib qoldi srazu. Xuddi o'shunaqa matodan уже olib keltirib qo'ydim. Уже tikyapmiz. Eng arzon divanimiz endi o'shunaqa matodan chiqadigan bo'lyapti. Konkurentlarga rahmat. Temirlarni ishlatmas ekanda, mamatiga bunda petlar qilib qo'yar ekan. Sidushkasiga petlar tikib qo'yar ekan, o'shanga boylab qo'yar ekan iplar qilib. Birinchi ideyasi shunaqa yoqdi. Voy, qimmat temir ishlatmayman endi, faqat o'shunaqa petlar qilaman men ham dedim. Keyin qo'lim bilan minday qilsam uzilib ketdi. Biling qarasam, ipni eng arzonini ishlatishgan ekan. Qilganida uzilib ketyapti, ip uzilib ketyapti. Keyin yo'q, bu bo'lmas ekanda, temirlarda qoladigan bo'ldik. Yostiqda mana ko'ryapsiz, men o'tiryapman, bemalol o'tiryapman yostiqda. No, ularning yostig'i kichkinagina yostiqcha ekan, yumshoq, silishkim. Bundoq qilsam, juda ichiga cho'kib ketyapti. Men o'tirolmadim, faqat yota oldim. Keyin o'ylab qoldim, o'shanaqa yotadigan yostiq ham kimgadir qiziq ekan. Xuddi o'shanaqadan qilaman dedimda, men ham o'shanaqa qiladigan bo'ldim. Paralonni tekshirdim, paralonni voy biling, paralon vashi musor paralon ishlatgan. 16 plotность yo 17 plotность. Uni sidushkaga, ya'ni o'ratiradigan joyga tugul, men uni даже ana suyanadigan yoki qo'l qo'yadigan joyga ham ishlatmayman unaqa paralon. Silishga musor paralon. Unaqa paralonni umuman ishlatish mumkin emas mebelga. Faqat O'zbekistonda bor unaqa narsa yoki Pokistonda yana bor bo'lsa kerak. Lekin boshqa chiqatda unaqa paralon ishlatishmaydi o'zi. Chokilar juda musor chok, потому что divanni ochayotgan jarayonni o'zi yechib yuvaman degan odam yirtib olar ekan chexolni, потому что chexol 20 lik, 40 lik xb ipda tikilgan, silishkim yuqa bo'lmaydi unaqa narsa. Meni asabimga tegani, bizanikidan 1000 marta yomon divan sotilyapti.